Erkaklar, e'tibor qiling. Agar sizni tez-tez peshob kelishi yoki pastki qorin sohasidagi noqulay og'riqlar bezovta qilayotgan bo'lsa, yechim mavjud. Sedanachi Muxtor milliy brendidan Prastamix. Tarkibida 17 xil shifobaxsh giyohdan iborat kuchli formula jamlangan bo'lib, ISO va halol sertifikatlariga ega. Sog'likni ertaga qoldirmang. Hoziroq qo'ng'iroq qiling. Prastamixni tanlang. O'zingizga bo'lgan ishonchni qaytaring. Bizni to'xtata olmaysiz. Putin bosimlar fonida Rossiyaning yangi maqsadini e'lon qildi. Kuchsiz Eron haqidagi afsona tugadi. Eron TIV rahbari urush natijalari bo'yicha keskin bayonot berdi. Urushni to'xtatish uchun tarixiy imkoniyat paydo bo'ldi. Lukashenko kutilmagan bayonot berdi. Xitoy suv hududini kuzatish uchun josus toshbaqa va baliqlardan foydalanilmoqda. Pekin. Eng yomoni hali oldindami? Jahon banki o'sish qulashini, narxlar esa keskin oshishini kutmoqda. Miyam o'chib qoldi. Toshkentlik GTA qahramoni holatga izoh berdi. Bizni to'xtata olmaysiz. Putin bosimlar fonida Rossiyaning yangi maqsadini e'lon qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakat dushmanlariga yagona maslahatini berib, Moskva harbiy bosim ostida ham o'z pozitsiyasidan chekinmasligini ta'kidladi. Biz dushmanlarimizga faqat bitta maslahat bera olamiz: Rossiya bilan urushmang. Keling, tinch totuv yashaylik va barcha masalalarni muzokaralar orqali hal qilaylik. Biroq bu ultimatumlar emas, aynan muzokaralar bo'lishi kerak, dedi Putin. Putinning so'zlariga ko'ra, Rossiya mojarolarni diplomatik yo'l bilan hal qilish tarafdori. Biroq mamlakat xavfsizligi va milliy manfaatlariga tahdid tug'ilganda zarur choralarni ko'rishda davom etadi. U Rossiya o'z oldiga qo'ygan maqsadlarga erishmaguncha bosimlarga taslim bo'lmasligini qayd etdi. Shu bilan birga Rossiya Ukraina dronlari tahdidiga qarshi yangi texnologik loyihalarni jadallashtirmoqda. Putin mamlakat past orbitali sun'iy yo'ldoshlar turkumini kengaytirayotganini va bu tizim jangovar dronlarni boshqarish hamda ularga qarshi kurashishda muhim rol o'ynashini ma'lum qildi. Biz Ukraina qurolli kuchlarining uchuvchisiz uchish apparatlariga qarshi kurashishga qodir bo'lgan past orbitali sun'iy yo'ldoshlar turkumini kengaytirmoqdamiz, dedi Rossiya rahbari. Kreml ma'lumotlariga ko'ra, ushbu loyiha Rossiyaning o'ziga xos Starlink analogini yaratishga qaratilgan. Sun'iy yo'ldoshlar yordamida og'ir dronlarni uzoq masofadan boshqarish, aloqa sifatini yaxshilash va elektron kurash imkoniyatlarini kengaytirish rejalashtirilgan. Rossiyaning Raswend nomli yangi sun'iy yo'ldosh tarmog'i bosqichma-bosqich orbitaga chiqarilmoqda. Bu bayonotlar Ukraina tomonidan Rossiya hududining ichkarisidagi harbiy obyektlar va infratuzilmalarga dron hujumlari kuchaygan bir paytda yangradi. Moskva bunday hujumlarga javoban havo mudofaasi va kosmik kuzatuv tizimlarini sezilarli darajada kuchaytirishni rejalashtirmoqda. Kuchsiz Eron haqidagi afsona tugadi. Eron TIV rahbari urush natijalari bo'yicha keskin bayonot berdi. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi mamlakat og'ir urushdan g'olib sifatida chiqqanini va Eron strategik jihatdan g'alabaga erishganini ma'lum qildi. Bu haqda IRIB nashriga bergan intervyusida so'z ochdi. Uning so'zlariga ko'ra, urushni yakunlash bo'yicha kelishuvga erishish uchun eng maqbul vaqt bu maydonda ustunlikka ega bo'lib, g'alaba qozongan payt hisoblanadi. Men shior aytmoqchi emasman. Biz haqiqatan ham bu maydonda g'alaba qozondik. Eron ushbu murakkab maydonda haqiqatan ham g'olib bo'ldi. Eron xalqi g'alaba qildi. Bu shior eng mubolag'a emas. Men buni tashqi ishlar vaziri sifatida aytyapman, degan Aroqchi. U shuningdek, ko'plab xorijiy siyosiy arboblar avval Eronni bugungidek yaxshi tushunmaganini aytayotganini ta'kidlagan. Urushni to'xtatish uchun tarixiy imkoniyat paydo bo'ldi. Lukashenko kutilmagan bayonot berdi. Belarus rahbari Aleksandr Lukashenko Rossiya Ukraina urushi va Yaqin Sharqdagi vaziyat bo'yicha navbatdagi bayonot bilan chiqdi. Unga ko'ra, hozirgi paytda mojarolarni to'xtatish uchun avvalgidan ko'ra ko'proq imkoniyat mavjud. Lukashenko Belarus davlat ovlariga bergan intervyusida shunday dedi: Bizda ushbu urushlarni to'xtatish uchun har qachongidan ham ko'proq imkoniyat bor. Hammasi sanoqli insonlarning xohish istagiga bog'liq. Agar siyosiy iroda bo'lsa, Rossiya va Ukraina o'rtasidagi mojaroni aynan shu yilda yakunlash mumkin. Belarus rahbari shuningdek Isroil va Eron o'rtasidagi keskinlashuv haqida fikr bildirib, mojaro uzoq davom etmasligiga ishonch bildirdi. Uning ta'kidlashicha, urushni to'xtatishdan boshqa yo'l yo'q va jangovar harakatlar yaqin vaqt ichida pasayishi mumkin. So'nggi haftalarda Lukashenko bir necha bor Belarusning
Ukraina urushiga to'g'ridan-to'g'ri qo'shilmasligini aytib kelmoqda. May oyida u Belarus hududiga hujum qilmaguncha mamlakat urush boshiga tortilmasligini, biroq Rossiya bilan birgalikda mudofaa choralarini ko'rishga tayyorligini bildirgan. Uning bu bayonotlari fonida mintaqadagi vaziyat murakkabligicha qolmoqda. Zelenskiy avvalroq Rossiya Belarus hududidan foydalanib, Ukrainaga bosimni kuchaytirishga urinayotgan bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantirgan edi. Ukraina tomoni Belarus chegarasi yaqinidagi harbiy faollikni diqqat bilan kuzatayotganini ma'lum qilgan. Bundan tashqari, Emmanuel Macron ham yaqinda Lukashenko bilan muloqot qilib, Belarusning Rossiya-Ukraina urushiga yanada chuqurroq aralashishidan ogohlantirgani xabar qilingan. Tahlilchilarning fikricha, Lukashenko urushni yakunlash imkoniyati haqida gapirayotgan bo'lsa-da, hozircha Moskva va Kiyev o'rtasida keng qamrovli tinchlik kelishuvi bo'yicha aniq kelishuv mavjud emas. Shu sababli uning urush joriy yilda tugashi mumkin degan bayonoti siyosiy prognoz sifatida baholanmoqda. Rasmiy kelishuv emas. Xitoy suv hududini kuzatish uchun josus toshbaqa va baliqlardan foydalanilmoqda. Pekin. Xitoy Davlat xavfsizligi vazirligi chet el josuslik va razvedka idoralari mamlakat suv hududlarini kuzatish uchun yangi usullardan foydalanayotganini ma'lum qildi. Bunga datchiklar o'rnatilgan josus hayvonlarni suvga qo'yib yuborish ham kiradi. Vazir 12-iyun kuni Xitoyning WeChat platformasida bayonot berdi. Unda Xitoy atrofidagi dengizlarda yashirincha ko'rinmas urush ketayotgani haqida ogohlantirdi. Xorijiy idoralar har xil turdagi yangi josuslik qurilmalari orqali maxfiy ma'lumotlarni yig'moqda. Ular Xitoy milliy xavfsizligi jiddiy tahdid soluvchi suv osti xaritalarini yaratishga urinmoqda. Vazirlikning ta'kidlashicha, josuslik usullari orasida yirik dengiz jonzotlaridan foydalanish ham bor. Xitoy suvlarida datchiklar o'rnatilgan josus toshbaqalar va josus baliqlar suzib yurgani aniqlangan. Ushbu hayvonlar suv harorati, sho'rlanish darajasi va okean oqimlari kabi maxfiy ma'lumotlarni real vaqt rejimida to'plagan. Keyin esa bu ma'lumotlarni suvni yo'ldosh orqali xorijga uzatgan. Biroq vazirlik hayvonlar aynan qayerdan topilgani yoki ularni kim jihozlagani haqida aniq ma'lumot bermadi. Dengiz hayvonlaridan josuslik maqsadida foydalanish haqidagi da'volar birinchi marta yangrayotgani yo'q. 2023-yilda Britaniya razvedkasi Rossiya Qora dengiz floti bazasini qo'riqlash uchun o'rgatilgan delfinlardan foydalanayotganini aytgan edi. Eng yomoni hali oldindami? Jahon banki o'sish qulashini, narxlar esa keskin oshishini kutmoqda. Eron va AQSh o'rtasidagi harbiy mojaro oqibatlari tufayli jahon iqtisodiyoti o'sishi COVID-19 pandemiyasidan buyon eng past darajaga tushishi mumkin. Bu haqda Jahon bankining yangi hisobotida so'z boradi deb yozmoqda Al Jazeera. Washingtonda joylashgan moliyaviy institut 2026-yil uchun global iqtisodiy o'sish prognozini yanvardagi 2.9% dan 2.5% ga tushirdi. Bunga energiya resurslari narxlarining keskin oshishi, inflyatsiyaning kuchayishi va qarz olish xarajatlarining ortishi sabab qilib ko'rsatildi. Hisobotda qayd etilishicha, AQSh va Eron o'rtasida mojarodan keyin yuzaga kelgan beqaror vaziyat jahon iqtisodiyotiga jiddiy bosim o'tkazmoqda. Jahon banki vaziyat yanada yomonlashishi ehtimolidan ogohlantirdi. Agar energiya ta'minotidagi uzilishlar kuchaysa, global iqtisodiy o'sish 1.3% ga tushib ketishi, inflyatsiya esa 4.4% ga yetishi mumkin. Miyam o'chib qoldi. Toshkentlik GTA qahramoni holatga izoh berdi. Avvalroq Toshkent shahrida Cobalt haydovchisi yo'l harakati qoidalarini qo'pol ravishda buzib, ichki ishlar organlari xodimlarining to'xtash haqidagi talabiga bo'ysunmagani oqibatida u qurol bilan to'xtatilgani haqida xabar berilgan edi. Ushbu holat bo'yicha haydovchining o'zi izoh berib, nima uchun bunday qilganini bilmasligini aytdi. Qo'lga olganimizga qaramasdan oldi-orqa qilib, siqib qochmoqchi bo'lgan paytda tepaga qaratib bir marta, undan so'ng eshitmasdan harakatlangani sababli to'xtatish maqsadida baloniga qaratib bir marta o'q uzdim, deydi ichki ishlar organi xodimi. Haydovchining o'zi ham holatga izoh berib, nima uchun bunday qilganini bilmasligini aytdi. Bilmayman nima bo'ldi, eslay olmayman. To'g'risi, miyam o'chib qoldi. Menimcha bilmayman nima uchun unaqa qilganimni, deydi haydovchi. Bildirilishicha, ushbu shaxs shahar ruhiy asab kasalliklari shifoxonasiga joylashtirilgan. Hozirda tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.